Rossiyadan ish qidirgan do'stlarimiz diqqatiga bilet olib beradigan, dokument qilib beradigan, pitaniyasiga yordam beradigan ish qidiryaptilaringmi? Mana sizlarga shunday ishni topdim. Jigarlar, xudo xolasa bir haftaning ichida shu ish ham o'xshab bo'ladi, dogovor qilyapmiz inshaalloh. Sizlar videoga bir dona like bosib, shu videoni do'stlaringizga tarqatib qo'yinglar. Чтобы hamma ish qidirib yurgan do'stlaringiz inshaalloh harakat qilaman hammasini ishga joylab qo'yishga. Uydagilaringiz naqd pul olishi uchun siz ham naqd pul yuborishingiz shart emas. Shuni bilarmidingiz? Uydan chiqmagan holatda Yubormobil ilovasini yuklab oling va yaqinlaringizga AQSh dollaridan naqd pul o'tkazmalarini amalga oshiring. Sizning kartangizdan rubl yechib olinadi. Uydagilaringizga esa AQSh dollaridan naqd pul bo'lib boradi. Hoziroq Yubormobil ilovasini yuklab oling va qulayliklaridan bahramand bo'ling. Bir dona bosgan like'ingiz orqali 100 ta, 200 ta, 1000 ta odam ham ishli bo'lib qolishi mumkin. Обязательно kommentariyaga o'tib omad so'zini yozib qo'ying va ish so'zini yozib qo'ying kommentariyaga o'tib. Maksimalniy поддержка qilinglar, mana shu videoni tarqatinglar do'stlaringizga, чтобы hamma ko'rsin. Bugun ish chiqaryapman под Moskvadan. Ishni plyus minuslarini aytib beraman, nima qulayliklari bor, nima shtrafi bor, nima plyusi bor, hammasini aytib beraman. Jigarlar, videoni to oxirigacha ko'ringlar. Обязательно keyin videoni ko'rgandan keyin ekranda nomer chiqadi. O'sha nomerga bemalol aloqaga chiqishlaring mumkin. WhatsApp, Telegram, Imo, Max nomerlariga bemalol aloqaga chiqasizlar, kelasizlar, ishga joylashasizlar. Kommentariyada yozishibdi odamlar, plyusini, minusini, shtraflarini aytib bering deb. Mana sizlarga hozir aytib beraman, hammasini tushuntirib beraman. Skladda shtraf nima uchun bo'lishi mumkin? Birinchi savol bu. Skladda shtraf biron narsani xato qilsangiz, yo biron narsani sindirsangiz, biron narsa o'g'irlasangiz, shtraf bo'lishi mumkin. Shu narsalarga shtraf bo'ladi. Обязательно любой skladda, любой Rossiya territoriyasidagi любой skladda bu narsalar uchun shtraf bo'ladi. Agarki siz xato qilmasangiz, mana shu xatolarga yo'l qo'ymasangiz, hech qachon shtraf olmaysiz. Plyus tomonlari qaysi? Plyus tomonlari sizga yotoq joy beradi, forma, transport, qaysidir skladda obed beradi. Oyligi bir oyda 2 marta beradi, har hafta avans beradi. Smenasiga 4800 rubl, 6000 rubl ishlasangiz bo'ladi. Bu azbuka vkusa skladida. Bir ikkita odamlar ishga kelamiz deb podvodit qilib qo'ygani uchun joylar yana ochiq turibdi. Hozirchasiga где-то bir 4 ta odamga joy bor, kelib joylashsalaringiz bo'ladi. Bundan tashqari Komus skladiga ham odam kerak. Bu Moskovskiy oblast, город Домодедовоda joylashgan. Komus skladiga ishga kelib joylashsalaring bo'ladi. Xohlasalaring kunlik ishlasizlar guruhchilikka, xohlasalaring объемga ishlasizlar bitta. Oyligiga o'tsak, guruhchiliklardagi 3700 rubl smenasi, komplektovchiliklardagi 4000 dan 6000 gacha. Erta ham xuddi shunday uslovlari bor. Erta ham plyus minuslarini aytib o'tadigan bo'lsak, erta ham xuddi shunday, mana shunday. Agar biror narsani sindirsangiz, o'g'irlasangiz, xato qilsangiz, bu yerda shtraf qo'yishi mumkin. Bu yerga rus tilini bilish kerak. Marhamat, kimgaki ish kerak bo'lsa, kelinglar ishga joylashinglar. Обязательно ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqinglar. Max, Telegram, Imo, WhatsApp messenjerlarga aloqaga chiqib kelib joylashsalaring bo'ladi. Xudo xolasa ishini ham qo'yib o'taman, ko'rasizlar. Nasib qilgan bo'lsa, ko'rishamiz, kelasizlar, joylashasizlar. Like bosinglar, like'larni bosib tashlanglar, kommentariyaga omad so'zini yozib qo'yinglar va do'stlaringizga tarqatib qo'yinglar. Bir ikkita bo'mag'ir kommentariy odamlar yozyapti, bez negativ bo'lmaydi hech qachon. Обязательно bu haqida ham bitta video qilib chiqaramiz, o'sha odamlarni ko'rsatamiz, kimligini, nimaligini, xato qilyaptimi yo to'g'ri gapiryaptimi, buni ham hammasini ko'rsatamiz. Like bosib shu videoni do'stlaringizga tarqatib qo'yinglar. Ikkita joyda ishlarimiz bor, kelinglar ishga joylashinglar. Rahmat, videomizni to oxirigacha ko'rganlaring uchun. Sog' omon bo'linglar, Alloh panohida bo'linglar. Xayr.